2 xona Novostroyka Yevro remont hamma mebel texnikasi bilan 70 kvadrat metrli xonadonimizni obzor qilamiz qani ketdik. Asosiy zal mehmonxona qismini ko'rdinglar, krush prixoshkamiz, bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Ko'rib turgan barcha mebel texnikalar qoladi albatta. Xonalari va sanuzellari alohida joylashgan. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan bu fayzli xonadonimiz Uchtepa tumani O'rikzor rezidensiya joylashgan. Shundoqqina O'rikzor bozorining yonginasida. Bu yoqda ayollarimiz yaxshi ko'rgan oshxona qismida barcha mebel texnikalar dit bilan joy-joyiga joylashtirilgan. Choy ichib o'tirishingiz uchun stul shart-sharoitlar qilib qo'yilgan, o'zini katyolniy qismlarini ham ko'rdinglar. Bu fayzli xonadonimiz 16 qavatli Novostroykaning 5-qavatida joylashgan. Uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Uyimiz narxini $73 ming so'raymiz. 70 kvadratli xonadonimizga bu narx arziydimi yoki yo'qmi, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun opisiyaniyada telefon raqam qoldirdim.